izleringizni orttirsin. Biz sizga har vaqtda xotirlik xayr qiladigan bo'lamiz. Chunki sizning ortingizdan bilmagancha kishilar boradi aslida. Oxirida Alloh taolo xayrli qilsin. Endi biz bilan rayonga kelishimizga bir yildan yo'q, alhamdulillah, lekin shu qisqa vaqtda biz ko'p ishlarni belgili bir natijalarga keldik deb sonlik alhamdulillah robbil alamin hamdaydi. Alloh taolo har bir aylardan davom qilsin dersin. Shulay xotirlarga to'g'ri etib birga bo'lib birga bo'lishlarga Alloh Rabbimiz azza va jalla nasib etsin. Endi bizni eng birinchi kelgach, biz bilan boshqa xabarlarni eshitishdan burada Isroil Rahmatovich bilan birga ko'rishib, radioda yozmalarni boshladik bitinde. Har hafta sayin alhamdulillah vakillarda bizning radiomizdan ruhiy tarbiya va'zlari boradi. Alhamdulillah bilan bizdan shunday bir unikal bir proyektimizni Isroil bilan birlikda biz uni boshlab chiqardik. Sizga bugun biz avvalda adashashakmiz. İnşallah har hafta sayin bizni Orsha xabarlari bilan birlikda shunday Orsha to'g'ri degan qo'shimcha chiqib borashaqdir inshaalloh. Shunday Orsha to'g'ri degan bizdan qo'shimchamiz inshaalloh rahmat chiqib borashaq. Isroil afandiga so'z bergach duoni tuganlarak anlatib ketar inshaalloh rahmat. Alhamdulillah, bu bizdan bunda siz o'zingizni duoingizlarni bostira olasiz inshaalloh. Savol bilan javob topilasiz deydi. Muhtasibatning ishchanligi to'g'risida biz yozmalar yozashamiz. Namoz vaqtlari bo'lsin, va'zlar bo'lsin, hamda turli bayonot e'lon etilishida yozilashaqdir inshaalloh. Rahmat. Bu bizning endi aytdik, biz boshlab Orsha to'g'ri degan gazet chiqara boshlagan edik bir orasidan. U bizni to'xtatdi. Ham endi biz uni yo'naltirgan bo'ldik. Nashoshi rayon gazetasi bilan birlikda u bizning ishimizda bo'ladi deb hamda aytdik. U ko'rgan bo'lur chunki har bir yerda sizning ko'pingiz u gazetani oladi, olamda taqdim etamiz. Olga bir sabab bo'ladi. Nashoshi bizning qo'shimchamizning shiori